Assalamu alaikum, урматтуу Иса Аслов YouTube каналыбыздын катталуучулары, замандаштар, амансыздарбы? Мындан 20 күн алдын Бабур тууганыбыздын самсаканасын тарттык элек. Анын просмотру 520 миңден нарак бирагы болуп, комментариялар көп жазылды. Текшербейсиңерби? Каякта жасалат экен, тазабы экен депчи. Туугандар, мына бүгүн мен Волгоград проспект атайын келдим. Азыр чаламын. Каякта экен өзү бул? Негизи тазалык бул өтө жакшы да. Элге тамак бергенден кийин тазалык жагы жакшы болуш керек. Таза кармаш керек. Бисмилlah. Тазалык жакшы. Алло. Ассаламу алейкум. Assalomu alaykum. Тууганым, кандайсың? Денсаулыктарың жакшыбы? Рахмат. Баягы видеону просмотр 520 миң болуп, бир 1-2 миңде комментарий жазылды. Бул самсаны каякта жасайт? Тазабы, таза эмеспи, формалары барбы, толук көргөз деп атат да. Ошого мен Волгоградка келдим эле. Баягы Волгоградка келдим. Бул арканын биягындамын кыскасы. Арканын аркасында жасайбыз дедиң эле го. Болду, чыгамын азыр. Болду, чыгамын. Азыр чыгар. Мына туугандар, негизи самсасы жакшы. Дамы чынында сонун жегендерди дагы көрүп атам, жолуктуруп атам, сурап атам. Видеосу жок эле айтың депчи. Алейкум ассалам. Qatnaga olaverasiz. Bu bunaqa joylarda beshta yashirib ishlasa, ular qatnab topib olsa aka. Elga qiziq da. El ko'rdi, Xudo qalasa, inshaalloh samsa suyuchilar ko'p ekan bizda. Chiqarib video qilmaysizmi ishqilib? Ko'rgazaylik qo'y. Mazalg'imni ko'rgazaylik, Xudo qalasa. Tekshiraylik. Sizni подписчиklaringiz uchun-da. Bitta. Elder suradi buna ko'rgazamiz. Samsa suyuchilar ko'p ekan chinында. Zakaz qilib mo ishlagan stroykalar ko'p. Bul jaqda ko'rgazib qo'ydik elek buna. Stroykada ishlagan tug'anlar ko'p ekan. O'shol stroykadagılar abetke, misалы, kechkiga qilishib, samsa zakaz berib atat deydi. Buga chayin сөйлөшкөнбүз. Заказдар жакшы элеби? Нормально, алхамдулилlah. Qancha shtuktан qancha shtukka chayin бесплатный эле доставкалары? Доставка 15 ta 20 tadan бесплатный, yuqorisiga 15 ta 20 tadan. Көзө самсалардан доставкага болобу, мисалы? Чынылар менен дегендей. Bo'ladi. Сабо qilib olib ketsa ham bo'ladi. Qancha чынысына qo'shib olasizmi, je qanday bo'ladi? 100 rubldan chinisiga olib qolamiz. O'zi 250 rubl turadi ko'zi samsa. Chinisini olib kelingandan keyin 100 rubldan qaytib beramiz. Ha, обратно эле. Жакшы келди. Жүрчү. Onlar ishni boshlashgan, xudo xolasa, tandirlar, yo'rg'alarasida yopiladi. Samsa javob hozir bu yoqqa. Samsa hozir yopiladi, hozir ko'rasizlar yopilish sharoitini. Onlardan Beshka ishlaydi ekan. Sasib ketmaymichi? Yo'q, sasibmaydi aka, u sasib xudo xolasa, umuman sasibmaydi. Samsa javob bo'lar men. Qanday ko'rinadi? Yaxshi o'tganlar. Bu joqdan ko'rgazib, fenni bu joqda ishlatib qo'yatgansizlar, ha? O ventilatsiyani o'zi u hitpidini tutib hamma yoq tortib olib chiqib ketadi, eshitma hozir. Bu joqdan nelar bor? Bu pustoy hozir. Bu pustoy. Ha, pustoy. Chunki biz kunlik kunda olamizda go'shtlarni har kunligini kunda olinadi. Kunini ertandan olib kelib, kechgacha tugaydi, ha, kechgacha. 3-4 kun ichida turgan et olib kelmaysizlar. Svejiy bo'lib qoladi. Svejiy. Har kuni ertalab tashlab ketadi, kechga tugaydi. Bundan 10 kun oldin elda bir jalb bo'ldi. Samsa sancha bo'lib qoldi. Ne oldu? Samsa o'sha payt to'g'risini aytish kerak, ulgurmadi bolalarda. El ko'p bo'ldi. Ko'p bo'ldi. Shoshilishda bitta ikkita noto'g'ri chiqqan bo'lsa kechirasizlar. Endi xudo xolasa, bag'iga cho'tga ketaveradi. O'sha maga 2 odam chalib shunday yerda tug'anim, reklama qilibsizlar. Yaxshi ekan samsasi. Biroq sen aytgandagidek emas ekan dedi, shundachi. Yo'q, 1-2 kun odam ko'p. Ketib qoldi deb aytdim. Yo'q, odam ko'p bo'ldi. Shunaqa bo'ldi. O'zbekistondan bo'ri chaqirtirmasa. Atayin chaqirtirdim.
Bu yerdagilarda ishonch yo'qda to'g'risi. O'zbekistondan keladi. Atayın, chaqirdim. Addushi keladi. İşini güzel biliyorsun. Sarı oltasın var. Bu qazlarni etlarni qo'shib qo'yibsin. O'zgacha qilib. Xudo xolasa addushi sizni podpischilaringiz uchun deydi. Qazilarni qo'shib qo'ydi suvlarni. Damini kelib bir jeb ko'ringizlar tuğanlar, chinini aytayin. Mana hozir ko'rsatayman mana. Qazi, go'sht, короче, xudo xolasa chotki. Etlerini yaxshi qilmaymi shunchalik eliga biz sunishda atamiz. Etlerini bunday chaqis bo'lib qolgan yeri bo'lmasin ey. Inshaalloh unaqa bo'lmaydi, xudo xolasa. U qarangda shu 2 haftadan beri prasmotr normalniy bo'ldi, zo'r odam kelyapti. Kelgan bo'lsa bir 5000 6000 odam kelgan bo'lsa bir 4 ta 5 tasidan jalba tushdi-da. Qanday bo'ldi? 5000. Chunki o'rtada bitta ikkita baribir bo'ladi-da, qalbog'chi, o'shalar tushib bo'ladi. Bolalar shoshilganda shunaqa ritchani bo'lib qoldi-da. Ha, hozir tikilish jarayonlarini ko'rsatsin. Qayerdan bo'lasan tuğanım? Assalomu alaykum. Namangandan ha? Namangan. Молодец. Qanchasidan beri ishlaysiz Samsada? Xolos 7 yil bo'lyapti. Молодец. Молодец. Yaxshi. Ishlar mana shunaqa bo'ladi. Qiynalmay otasizlarmi? Rahmat. Молодец. Ishni qilaverginglar. Yaxshi. Tozalig'ini yaxshi qaranglar, tozalig'i yaxshi bo'lsin. Обязательно birinchi Tozalik. o'rinda Tozalig kerak. Bu dinimizdagi tozalikqa undab turadi, tozalig bu yaxshi. Daraxtlarni bir ko'rgazaylik anda. daryolardan ko'rsatsin. Bir ecez bir kuni maga çalıp 1 saat bo'ldi, dostavka kelyapti. Sıra sağa çaldı mı ıslıkında. Ece turup durun dedim. Bizimkiler sıra çaldı. Ne oldu? Nega deganini aytaman. 15 minutdan keyin telefon qildilar Ece. O'sha paytda 3 ta dastavkamiz bor edi. Chesni haqiqatdan ham kech qoldi ozgina. 5 minutdan keyin Ece cholyapti. Somsa sonunda ekan, yetmay qoldi. Короче, rahmat. Addushi deb yozdilar keyin. To'g'ri, birinchisida ichida janjal bo'ldi, yetib borguncha. O'sha dastavshigimiz o'g'da boshqa harakat qilgan. Tuğanlar, men sizlarga xudo qilsa shu vaqtgacha yaxshi narsalar sunishlab keldim. Bundan keyin yaxshi narsalar g'ana sunishlayman. Saharlikka ham qilamiz deyish bor. Saharlikka zakaz qilsa, xudo xolasa, endi saharlik paytida metro ishlayveradi. Biroz qiyinroq bo'ladi. Taksidan chiqarib olaveramiz. Kelish yo'ldan bir ko'rgazib qo'ydik. Tuğanlar, mana o ko'rinib turgan metro Volgograd prospektining birinchi vaqti. Vaqtdan chiqib elonga qayrilganda mo reshetka turadi mo. Reshetkalarni aralayverib kelganda mo yerda produktoy bor, mo yerda mo o'ng joqda stroykalar bor. O'ng joqda ko'rgazib qo'ydik. Mana mo yerda xastel chek-chek ko'rinadi. Negizili metro birinchi vaqtdan chiqib o'ngga qaraganda. Yuringizlar. Yangilik qo'yaman bitta. Shu joyga bitta yangiligim bor. Siz Qanday? podpischilaringiz uchun. Qanday jangilik? Mana taksiz akalarimiz bor-ku, shular ham misol uflamasdan mehnat qilib, oilam, bolam, chaqamni yuribdi-da. Shular uchun addushi taksilar uchun kelsa besplatniy parkovka, bitta qora kofe mendan addushi besplatniy. Taksisman desa bo'ldi. Taksisman desa? Taksisman desa bitta kofe bizdan. O'ta yaxshi. Bu joqda Kawsar ko'rinib, Produktoy ko'rinib, bu yerda yozilib turadi. Kasa Samsa nomer 1. Bu yerda dualında. Boburning samsaxonasini mana yerda o'tirib kengiri o'z javob degandey, odam kam deganlarga bugun tanidinlik. Endi soat 9:10 bo'ldi. Endi keladi xolos. Obedga kechqurundan keyin odam ko'payadi. Hamma ishda-da bugun tanidinlik. Suvsuzliklar yaxshi tizib qo'yibsin. Ishingga yigiligi. İşte qilaver. Bu dostavkalar bo'yicha men Boburning nomerini men ildiga qo'yib qo'ydim. Ko'p menga chalib 150 ta dostavkaga samsa sotmoqchiga deb atadi-da. Bo'ldi. Adashmay ildidan turadi. Video tayda. Keling, o'tiring, choy ichaylik. Çayga rahmat. Biz biraz bu yoqqa borish kerak emas. Meylanda. Kamchilik yo'qmi? Bor yaxshi. Kemchiliklar bo'lsa chalaverasizlar. Kamchilik bo'lsa kommentariyga yozib qo'ysalaring. Toza bo'lish kerak, toq bo'lish kerak-da. Shuncha elga tomoq bergandan keyin cho'tqa qilib bor joqda. Ishingga kelik. Bo'la. Baqi, tuğanlar.
15-20 самса алсаңыздар, доставкалар бесплатный. Metrogacha Ооба. бесплатный. Бабыр кызматта. Ишиңе келик. Анан кирди чыкты кылам дегендерге могу сүйүн кагазды сунуштаймын. Сүйүн кагазы менен барып келиңиздер. Айттым го мен ишенич туган адамдар сунуштайм деп. Аманда туруңуздар, рахмат. Документтер так болбой кирди чыкты кылыш керек болуп жатса, мен Сүйүн акени сунуштайм. До конца айдашат. Кирди чыкты кылуучулардын регистрациясын базадан жана кара тизмеден бекер текшерип беришет. 24 саат бою чала берсеңиздер болот. Сүйүн эл кызматында.